Svashiylar 60 kilo ko'mir ketyapti. Bizga 40 kilo ko'mir ketsin. Shunaqangi pechka yasab beringlar, Xudo xayr bergunlar. 60 kilo emas, 40 kilo ketsin, o'sha 5 ta uyimiz issisin. Men doim aytaman. Ibodat bu ham. Ibodat faqat maytda o'tirib, tasbih o'girib o'tirish emas. Hozir shu pechkani chiqarib, arzonroq qilib, tezroq tarqating. Svashiylar 60 kilo ko'mir ketyapti. Bizga 40 kilo ko'mir ketsin. Shunaqangi pechka yasab beringlar, Xudo xayr bergunlar. 60 kilo emas, 40 kilo ketsin, o'sha 5 ta uyimiz issisin. Men doim aytaman. Ibodat bu ham. Ibodat faqat maytda o'tirib, tasbih o'girib o'tirish emas. Hozir shu pechkani chiqarib, arzonroq qilib, tezroq tarqating.